Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun sizlarga super aksiyalarimizni bittalab obzorini qo'yib o'tamiz. Bir tur xil yangi kelgan motobloglarimiz bor. Super aksiyaga qo'yib qo'yilgan va ertaga вообще super bomba, вообще eng sifatli motoblog kelgan. Uni ham sizlarga chiroyli obzorini qo'yib o'tamiz. Ekronga yaxshiroq o'rnashib oling. Like, podpiskani albatta bosib qo'yishni unutmang. Xalqimiz boshladik. Mana siz xohlagan motobloglar bazasidamiz. Xohlagan turdan Toshkent shahri Ark-Buloq bozori M39 katta trassasi bo'yidan kirishingizda mana 100 metr ichkari kirganingizdan Ark-Buloq bilan S1 magazinga kelib xarid qilishingiz mumkin. Drabilkalar, motobloglar optimum narxlarda, optimum bazadan. Solarishni deysizlarmi, benziniviymi? Akalar, xohlagan turdan xohlagan narsangiz mavjud. Faqatgina bitta like, bitta podpiskani bosib qo'yasizlar, kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bo'lmasa xalqimiz boshladik. Bu Ark-Buloq bozorimizda nimalar bor? Bu Ark-Buloq bozorimizda bemalol ko'rishingiz mumkin. Motobloglarning bazasi, optim bazasidamiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Juda katta kolleksiya. Biz ko'rib, mana bitta qilib terib qo'ymaymiz. Akalar, korobkalarda juda baquvvat ishlangan motoblogimiz, mana bemalol ko'rishingiz mumkin. 15 talik dizelli. Ko'p joylarda 17 talik deyotgan ekan, 17 talik emas, 15 ot kuchli dizelli bo'ladi. 190 motor 15 ot kuchli bo'ladi, 192 motor 17 ot kuchli deb sotiladi. Akalar, Liboy joydan 18-20 deb aytishyapti, lekin u xato. Sizlar uchun pul. Mana misol, mana motoblogni men 20 ot kuchli desam, 8 million desam, siz ko'nglingiz 20 ot kuchli deb 8 million, hech bo'lmasa 7 million 8 beray deb olasiz. Lekin uni emas. Bu motoblog 15 ot kuchli. Like, podpiskani bosib kelsangiz 7 million 200 ming so'm moy, poy, solyarka ishlatib berish polni hammasi ichiga kiradi. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Bu motoblogimiz yoqilg'i turi solyarkani soatiga 8 grammdan 1 litrgacha rasxod qiladi. Yoqilg'ilari 2 xil moy solinadi, solyarka solinadi. Apkatkasini qilasiz, bosib ishlataverasiz. Juda katta korobka bilan ishlangan, juda baquvvat motor bo'ladi. Va yana siz bizga solyarkalik emas, bizga benzinoviy kerak deyotganlarga original 192F motorlardan jihozlangan benzinoviy motoblogimiz ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Bunisi statorli bo'ladi. Kalitni statorda zavodni oladi. Yoqilg'i turi benzin, 2 xil moy quyiladi. Korobkalari katta 17 lik korobkalar jihozlangan, qo'llari o'rta qo'llar bilan qo'yilgan bo'ladi. Akalar, narx-navoga keladigan bo'lsak, 6 balon narx-navosi, va sizlarga narx-navosini aytamiz. Bunimiz narxi 7 million 200 ming so'm, bunimiz narxi ham 7 million 200 ming so'm. 17 talik va 15 talik. Bundan katta motorlar, buni 92si bo'ladi. Mana original TX motoblogimiz bor, 92 motorlik 17 ot kuchligilar mana. Germanskiy texnologiyasi 17 ot kuchligilar. Buni quruq to'g'risi ko'p joylarda aldab sotsa ekan, mana 18-19 deb yozdirib olib kelishayotgan ekan. U xato. Bunaqa narsa bo'lmaydi. Bizlarda katta motoblogimiz ham o'shanga ham 18 ot kuchli deb keladi. Chunki asli ot kuchli yoziladi. Shuning uchun kimga kerak bo'lsa, qanaqasidan kelib xarid qilishingiz mumkin. Mana 7 million 200 ming so'm, 17 talik pachimlilik balon, 5 qatordan 10 qator frezer, kompleksiyasi moy poylar bilan ichiga qilib beriladi. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Stator deyiladi. Bu 5 stator bo'ladi. Va bizga 360 graduslik satelitligidan bo'lsin, biz qiynalmay ishlataylik deganlar uchun original Germaniya texnologiyasi asosida ishlangan TX firmaning 360 gradus bo'lgan satelitlik motoblogi mavjud. Bu motoblog satelit nima qilib beradi ukam deyishi mumkin. Ko'p joylarda to'g'ri, bu motoblog imini mana tasavvur qilingizlar, mana ketyapmiz. Mana sizlarga misol uchun ko'rsatamiz mana. Kelib mana skor urgansiz, ketyapsiz. Imini mana misol o'ng tomonda qissak. Bir tomoni blokirovka bo'ladi mana. Blokirovka ko'rishingiz mumkin. Chap tomonni qilsangiz, mana chap tomon blokirovka. Bemalol nima qilishingiz blokirovka bu tushaveradi. Chunki mana bu yerlardan
ligirovkalari bor. Erta mabodo sizlarga cho'zilgi debdim, ligirovkasini qilib, ligirov qo'yib ishlatsangiz bo'laveradi. Bu motoblogimiz 17 kishilargina Texa motovlogi. Chap qo'l, o'ng qo'l mana stiplena, bu stiplena bo'ladi. Bunisi zadniy xod bo'ladi. Bemalol ko'rdingizmi? Tars mana buriladi ligirovka. ikkita joydan ligirovka qilishingiz mumkin. Troslarni tak betdan ligirovka qilsangiz bo'ladi mana. Betdan ligirovka qilsangiz bo'ladi. Ikki joydan ligirovka qilib ishlatsangiz bo'laveradi. Kimga kerak bo'lsa, narxlari buni aksiyaga qo'yib qo'yganmiz. Kanalga kirib ko'rsangiz bo'ladi. 8 million 800 ming so'm ichiga frezerlar, motoblok frezeri, ocharlari, svarchniy apparatlar, dazmollar, moylar ichiga kiradi. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Mabodo o'zini olaman deyotganga hamma narsasiz faqat o'zini frezeri bilan motoblok 8 million so'm kelib xarid qilishingiz mumkin. Endi 192 F dizelnisini esa kelaverasizlar. Sizlarga bu faqat 90 gradusli bo'ladi. Oddiyroq bo'lgani uchun buni sizlarga ham 8 million qilib beraman. Satelitlik emas, 90 gradus buriladigan, bu ham baquvvat motor blok hisoblanadi. Endi buni 8 million so'm ichiga nimalar kiradi? Frezer va bitta ocharlari kiradi. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Akalar ko'rib turganingizdek, bazada har xil turida mavjud. Kimga qaysi motoblok, qaysi firmani olib chiqaylik va bemalol ko'rishingiz mumkin. Hamma turidan bor. Teledaramizga kelib xarid qilishyapti. Bemalol kimga kerak bo'lsa, kelib sizlar ham bemalol xarid qilishingiz mumkin. Optimizada optimum narxlarda. Hozir yangi motobloklarimiz ham keldi. Xudo xohlasa uni ham sizlarga obzorini qilamiz. Ertangi obzorimiz chotki 7 kuchlilar va aren motobloklari bo'ladi. Kommentariyaga kim eng ko'p atletga bildirsa va o'sha xudo xohlasa bitta nima qilyapmiz. Kommentariyaga eng yaxshi ko'p faol bo'lgan ishtirok nimamizni podpischalarimizdan belgilab chiroyli bir sovg'a qo'yamiz inshaalloh. Shunga faol bo'lasizlar degan umiddamiz. Kelib bemalol bizlardan kelib o'zingiz bepuliga shunaqasiga faol bo'lgan inshaalloh nimamiz kelib olib ketishi mumkin. Xudosi yaqin kunlarda o'shani e'lon qilamiz. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Jonlaringiz sog' bo'lsin.